Hürmetli vatandaşım, hem siz mavi leksiyemizge zihin koyusunuz. Zihin koyusuz. Siz bu leksiyege kızıksız. Şunun için ben bir başta sözlerime hazır. Her bir ziz evrigiçi. Onu kayıt anlap, tahlil kılıp bunun içinde zaten nemi gep ba degan narsaga hüküm çıkaralayız hürmetli vatandaş. Bu leksiyemizin mavzusu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlarının Jungo siyosati barg'ansari qattiqlashishga yuzlandi. Washington o'rtaq tonishi amdi mavjud emas. Mavzuli xabar 11 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Mavzuni yana bir o'qib o'tay hurmatli vatandoshlar. Nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlarının Jungo siyosati barg'ansari qattiqlashishga yuzlandi. Washington o'rtaq tonishi hamda mavjud emas. Mavzuli xabar 11 ayning 24 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump Asiya ve Jungo ziyarati jarayonida Jungoning yuqori darajalik mehmondo'stligiga erishdi. Prezident Trump Jungoning rahbari Xi Jinpingga madhiya so'zlarni taqdim qildi. Gerçi Amerika Jungo davlat rahbarlari nihoyat yaxshi xususiy munosabat tiklagan bo'lsa-mu, lekin xilma-xil alomatlar oshkorildiki, Prezident Trump hukumati Jungoga qattiq siyosat yurgizishga tayyorlik qilyapti. Bo'libmi savdo tijorat masalasida. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi Jungoning Amerikaga mablag' solishini cheklash qonuni tuzishni ilgari suryapti. Mana shu jumlalarga diqqat qiling vatandoshim. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilgandan keyin Jungoga bir qator savdo tadbirlarini qo'llandi. Prezident Trumpning Jungoda dag'dug'iliq qarshi e'linganligimi, hamda rais Xi Jinping bilan yaxshi munosabat o'rnatganligimi Prezident Trump hukumatining savdo masalasida Jungoga qattiq siyosat qo'llanish maydonini to'sib qala olmadi. Diqqat. Qarang, Prezident Trumpning Jungo ziyarati. Jungo ziyorat qilgandan keyin Jungoga bir qator savdo tadbirlarini qo'llandi. Prezident Trumpning Jungoda dag'dug'iliq qarshi e'linganligimi, hamda rais Xi Jinping bilan yaxshi munosabat o'rnatganligimi Prezident Trump hukumatining savdo masalasida Jungoga qattiq siyosat qo'llanish maydonini to'sib qala olmadi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligi Jungodan import qilingan saymon sandig'i, alyumin va qattiq yog'och, preslangan taxtay qatorliq mahsulotlarga yuqori normalik to'kmak qilib setish beji va qo'shimcha haq qo'shib berish beji qo'ydiganligini arqa-arqadan jakarladi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakillar ishxonasi Jungoning Amerikaning aqliy mulk huquqiga daxl-taruz qilganligini rasmiy tekshirishga boshladi. Diqqat vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakillar ishxonasi Jungoning Amerikaning aqliy mulk huquqiga daxl-taruz qilganligini rasmiy tekshirishga boshladi. O'xshashla bir vaqtda Amerika Avam va Kengash palatasi chet el kapitalining Amerikaning texnik shirkatlariga va asosiy qurilish aslahalari sohalariga mablag' solishini cheklash qonun loyihasi o'tirib qo'yib, diqqat vatandoshim. Eng muhim qaratmalik obyekt Jungo bo'ldi. Demak, Jungo Amerikaga mablag' solandikan, xo'sh, biz tekshiramiz. Ham cheklaydiganni cheklaymiz. Alash. Ba'zi vakillar va Amerika mablag' solgan chet el shirkatlariga advokat bo'lgan advokatlar mundaq hisobladi. Kengash palatasi Cumhuriyetçiler Partisi'nin senator Kenin
Demokratlar Partisining Kengash palata a'zosi Ben Stein o'rtaqlashib o'ttirib qo'ygan chet ellik mablag' salg'uvchilar xatirini tekshirish to'g'risida yangi o'ttirib qo'yilgan qonun loyiha. Agar bu qonun loyiha ma'qullashtirib o'tadigan bo'lsa, undaqda o'tgan 10 yildan beri Amerikaning chet el mablag'ini tekshirish to'g'risida o'ttirib chiqargan eng zo'r o'zgarish bo'lib hisoblanadi. Agar bu qonun loyiha Kongressda Davlat Majlisi ma'qullab o'tadigan bo'lsa, bu qonun loyiha 10 yildan beri ki Amerika Qo'shma Shtatlarining chet el mablag'ini tekshirish to'g'risidagi tunji qatam o'ttirg'i chiqargan qonun loyihasi bo'lib qoladi. Prezident Trump hukumati Amerikaning jungo qaratgan savdo taktikasini o'zgartdi. Prezident Trump hukumati Amerikaning jungo qaratgan savdo taktikasini o'zgartdi. Amerikada ba'zi tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trumpning Osiyo Tinch okean iqtisod hamkorlik yig'inida savdo sohasidagi rahbarlarga so'zlagan nutqidan ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Trump savdo masalasida jungoga eng qattiq siyosat yurgizdi. Bu qatam qasiyalashilgan yig'in Tinch okean Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'ini shu yig'inda savdo sohasidagilar so'zlagan nutqidan qaraganda nima deydi? Ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Trump savdo masalasida jungoga eng qattiq siyosat yurgizdi. Tashqi siyosat jurnalida muavin bosh tahrir bo'lib ishlagan Alan Tonelson dal shundaq ko'z qarashli kishilarning biridir. U Amerika ovozining muxbiriga mundaq dedi. Buningdan keyin kunlarda shundaq ish yuz berdi-ki, Prezident Trump hukumati nisbatan ostroq, lekin puxta qadamlar bilan Amerikaning jungoga qaratgan savdo siyosatida nihoyat zo'r o'zgarish hosil qildi. Ala, sharingni vatandosh. Bargan siri ro'shan bo'layotgani shu bo'ldiki, bu xil o'zgarish Prezident Trump saylam davrida o'ttirib qo'ygandek, o xil inqilob xarakterlik bo'lmaydi. Bu inqilob xarakterlik bo'lmaydi degani 45% paj qo'yman kelamani, 45% paj. Chek deyman, melani to'kma qilib sotdi deyman. Andaq chek qo'yman. Mana bu kaskinlik bilan qiladigan ish emas, inqilob xarakterlik emas. Lekin nima deydi? Astroq bo'lishi mumkin, lekin puxta qadam bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo qaratgan savdo siyosatini o'zgartirdi. Tonelson yana mundaq ko'rsatdi. Amerikaning jungo qaratgan savdo siyosatining ikki tarkibiy qismi bor. Birinchi, Amerikaning savdo qonuniga asoslanib dag'dug'liq harakat qilinish. Eng muhim qismi bo'lsa, albatta bargan siri 301-moddada ko'rsatilgan qonun belgilamasida ko'rsatilgandek. Ikkinchi, tarkibiy qismi bo'lsa mundaq. Prezident Trump hukumati mundaq harakat qo'llanishga qaror qildi. Dünya savdo tashkilotining belgilamasiga xilof kelamdi kemmamdi. Buning bilan chatag'imiz yo'q. Tonelson mundaq ko'rsatdi. Amerika savdo vakili Leitzerning aloqador ifodasidan ko'rib olg'ili bo'ladiki, buning uchun Dunyo savdo tashkiloti Amerika bilan qarshilashamdi yo'q. Buni Amerika belgilab bo'ldi. Chunki bu tashkilot Dunyo savdo tashkiloti bundaq qilganda, ya'ni Amerika bilan qarshilashganda butkul dunyo savdo sistemasi gumron bo'ldi. Şuna Dünya Savdo Tashkiloti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo masalasida qarshilasholmaydi degan. Leitzer yangi davrning boshlanishi. Leitzer shundaq dedi, yangi davr boshlandi dedi. Shuna yangi davrning boshlanishi. Gerçi jungo Prezident Trumpning jungo ziyarati Amerika jungo munosabatini yangi bir davrning boshlanish bosqichiga elib kirdi degan bo'lsa-mu,
19-cı qurultaydan keyin diqqat qildingizmi Jungo? Reis Xi Jinping yetakchiligida yangi davr kirdi, to'r betikiz matbuotlar hammasi. Lekin to'r betikilar shunday savol qo'ygan ediki, bu qandoq yangi davr, nima yangi davr, buning mazmuni deb savol qo'yishgan edi. Enlik bir nim deydi. Gerçi Jungo Prezident Trump'ның Jungo ziyareti Amerika Jungo münasebetini yangi bir davrning bosqichiga elib kirdi degan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning Savdo vakili Leitzerning qarashicha Prezident Osiyo Tinch okean rayonini iqtisodiy hamkorlik yig'inida so'zlagan nutqidan qaraganda Amerika endi ikkilanmayla eng zo'r iqtisodiy pishongni ishlatib, boshqa davlatlarning harakatlari va qiliqlarini o'zgartishga zo'rlaydigan yangi bir davr boshladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.